Biz bugun Instagram akkauntga nakrutka o'rganamiz. Undan avval obuna tugmasi bilan like bosib ketish esdan chiqmasin. Play Marketga kiramiz, TOEFL deb yozsak chiqadi, mashinaga kiramiz. Kirib tortib bitta qilamiz. Qilgandan keyin kirib nik yozamiz, nikimizni yozamiz, parolimizni yozamiz. Keyin kiramiz. Kirgandan keyin u akkaunt avtomatik tanga yig'ish boshlaydi. Tangaga obunachi qo'shiladi. U 100% qo'shiladi. Mana u aniq, lekin kerak emas akkaunt qo'yilishi kerak. Agar o'zingizlar ishlatadigan akkaunt bo'lsa, 30 ta odamga bosgan bo'lsanglar, 1000 ta bo'lib ketish ehtimoli katta. Shuning uchun kerak emas akkaunt ulash kerak. Mana kerak emas akkaunt ulaganman, 1400 bo'lib ketgan. Lekin mashinaga uraverganman, lekin 1400 ta odamga bosilib ketgan. Lekin 700 ta qo'yganman. O'shaning uchun kerak emas akkauntga ulaymiz. Keyin do'stlar, videomiz foydali bo'lgan bo'lsa obuna tugmasi bilan like tugmasini bosib ketish esingizdan chiqmasin.